Xayrli kun hammaga. Bugun men sizlarni xostalarim ko'rsatmoqchiman sizlarga bugun. Juda ham chiroyli qilingan xostachalarim chiroyli bo'lib o'sibdi. Har xil svetlari, har xil ranglar, har xil barglari odam ko'zini quvnatadi. Ana xostalarim judayam chiroyli bo'lib turibdi. Judayam go'zal bo'lgan. O'rtasiga kant gulini ekkanman bularni. O'rtasiga kant gulini ekkanman. Xostalar girdiga bo'lib, o'rtaga baland kant bo'lib qizil ochiladi-da. Judayam chiroyli bo'ladi. Sizlarga bu bir boshdan ko'rsataman gigant sortlarni hammasini. Buni oq chiziqlarini qarang. Judayam chiroyli. Bu eng oddiysi. Eng prostoyi nima? Gullaydi-ku xostalar. Gullagandan keyin nima? Gul urug' qilmaydi ana shular. Ana shu oqlarga urug'i yo'q, urug'i ichi puch bo'ladi, ichi pustoy. Lekin ana shu gul, ana shu xosta ichi to'liq chiqadi ham bundan. Bu xosta ham gullaydi, lekin urug'i bo'lmaydi. Juda ham chiroyli xostacha bular. Ana oddiysidan har qayerlarga chiqib ketaveradi-da, lekin mana bu oqdan ko'p chiqmaydi. Urug'i bor, uchadi-da bular. Bu xosta oq, bunisi ham oq. Bu mahrovisi. Shunaqa chiroyli. Bu gigantni bo'lgan juda ham. Bu chiroyli bo'lgan qarang. Gigantni bo'l. Juda ham chiroyli bo'lgan bular. Kurugli bo'lib ketaveradi shunday. Bu ham mahrovisi. Bu ham mahroviy. O'tgan yili juda ham mahroviy gigantni bo'lib ketgandi. Shunga bo'lab girdiga ekkanmiz yana. Gulchani qarang. Endi bu gulchaga nechi endi? Sep zelyonni o'rtadagi. Ikki chetdagi mahroviy. Bu ham mahroviy. Bu girdi sariq. Chiroyligan qarang. Bu girdi yashil. Ko'rinyaptimi sizga yo'qmi? Girdi yashil. Ko'k, girdi ko'k, o'rtasi svetli. Qanaqadir sariqmi? Shunaqa. Bu girdi oq. Bu yashil zelyonni. Judayam chiroyli va gigantni bo'lgan bular. Gigantni deng qo'ying, mana buni kattaligini qarang. Endi ikkita daraxtning o'rtasi bir 5 metr shunaqa. Kamiga gul 3 metr. Gigantni, primerni aytib beraman sizlarga. Ana, juda ham chiroyli. Uzoqdan ko'rinishi. Ana bu yoq taraflardagilar ham gigantni bo'lgan. Juda ham chiroyli. Bizning kichkina bog'chamiz.dan biri bu. Bizga juda ham ko'p bog'lar, gulzorchalarim sizlarga agar yo'qsa kommentariyaga yozinglar, qolganlarini ham ko'rsatib boraman. Juda ham chiroyli.
quruqli bo'lib turadi. Archalar juda ham havosi toza, juda ham go'zal. Uzoqdan olishni xohlayapman. Chiroyli. Chiroyli bo'lsa yozib qoldiringlar, chiroyli deb. Ana u yoqqa kreslo qo'yilgan. Kofechan ichib prirodani tomosha qilishga o'tirsangiz. Xayrli kun hammaga. Sog' salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar. Har doim uylaringiz tinch, fayzli, barakali bo'lsin. Kanalimizga obuna bo'ling. Biror nimalar qiziq bo'lsa yozing. Juda ham fikrlaringiz men uchun qadrli. Sog' salomat bo'linglar.